Bolajonlar uchun eng zo'r sovg'a bo'lgan Dexi planshetlarimizda katta assortiment keldi. Ko'rayotganinglardek Atteto deysizlar, no deysizlar, hozirgi kundagi eng zo'r planshetlardan kelgan. Xoliseli chexolli, xoliseli chexolsiz, undan tashqari ko'pchilik so'ragan sim kartali variantlardan ham keldi. Hozir bitta sizlarga assortimentni ko'rsatib o'tamiz. Bu ko'rib turgan planshetinglar Haydiko plansheti yangi brend bo'ladi. Eng zo'r tomoni bu sim karta o'qiydi, undan tashqari bolajonlar uchun o'zini ichidan zo'r sovg'alar chiqadi. Bu planshetimizning 4 xil turidan va har bitta turini 4 xil rangidan kelgan. Haydiko sim kartali planshetimizning keyingi turi, buni ham 3 ta rangi bor. Ko'rayotganinglardek, hozir boshqa variantini ham ko'rsatamiz. Yana ko'rib turganingizdek sim kartali planshetimiz 6 ga 128 bo'ladi. Undan tashqari o'zini zo'r programmalari ham ustanovka qilingan bo'ladi. Ko'rinishi xuddi shunaqa. Undan tashqari mana shunaqa ranglardan mavjud. Ko'rib turgan planshetinglar Atteto plansheti. Buni oldindan sotganmiz. Juda ham sifatli planshet. Undan tashqari o'zini chexoli bo'ladi. Sinishga qarshi zo'r ishlab chiqarilgan. Buni 5 xil rangidan hammasidan mavjud. Hozirgi kunda trendga aylanayotgan Nodis planshetlardan ham kelgan. Ko'rayotganingizda pushti, ko'k, yana boshqa ranglardan ham bor. Bu ham o'zini chexoli, orqasida stoykalari bilan, ichida programma, sovg'a, hamma narsasi bo'ladi. Planshetlarimizning hammasini buyurtma bersangiz, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.